Men sizga Alloh subhanahu va taolo haqida gapirmoqchiman. Iltimos, diqqat bilan eshiting. Alloh sizni gunoh qilayotganingizni ko'radi. Keyin qalbingizga pushaymonlik soladi. So'ng istig'for qilishni ilhom etadi va gunohlaringizni kechiradi. Keyin savobingizni yanada ko'paytiradi. Hatto gunohlaringizni yaxshiliklarga aylantiradi. Uning buyuk lutfidan yana biri shuki, sizni tabassum qilayotganingizni ko'rib, sizga ajr yozadi. Sizni dard chekkan holingizda ko'rib, gunohlaringizni kechiradi. Gunoh bilan savob o'rtasida siz doimo Allohning mehr va lutfi ichidasiz. Agar Alloh bir narsani iroda qilsa, hayot qonunlari ham o'zgaradi. Dengiz cho'ktirmaydi, olov yondirmaydi, tog' itoatsizlik qilmaydi, baliq ham hazm qilmaydi. Azob ham to'xtaydi. Shuning uchun bu mumkin emas demang. Men sizga Alloh haqida gapiryapman. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rsa, osmon ahli ham, yer ahli ham sizni yaxshi ko'radi. Jannat esa